Demak, yangi mavzuyimiz funksiya tushunchasi bilan tanishamiz. Bu funksiya tushunchasini man oldingi videolarimizda ham aytganman. Xo'p, demak, bizda endi qanaqadir ikkita bo'sh bo'lmagan to'plamlar haqida gapiriladi. X va Y degan to'plamlarimiz. Albatta, bu yerdagi X bilan Y to'plamlarimiz mana bu yerdagi ikkala to'plam ham e, sonlar o'qidan, ya'ni umuman haqiqiy sonlar to'plamining qismlari bo'lishi kerak funksiya bo'lishi uchun. Xo'p, shu haqiqiy sonlar to'plamining qismlari uchun demak bizda x dan olingan ixtiyoriy element y to'plamdagi yagona elementga mos qo'yilgan bo'lsa, u holda mana shu qo'yilgan moslikka biz funksiya deb ataymiz. Va bu yerda demak biz xo'p aytib o'tishimiz mumkinki, bu yerdagi demak funksiyaning aniqlanish sohasi deganimizda biz x to'plamni nazarda tutar ekanmiz. Ya'ni funksiya x to'plamdan y to'plamga akslantirilgan. Shuning uchun aniqlanish soha deganda x to'plam nazarda tutiladi va u df orqali belgilanadi. Shu df degani aniqlanish f funksiyaning aniqlanish sohasi ekan. Va bu yerdagi y'larimiz esa, ya'ni albatta x dan akslari desak ham bo'ladi. Shu f funksiyani qiymatlar sohasi deb ataladi. Barcha y'larimiz va bu ef mana bu ko'rinishda belgilanadi. Xo'p, endi masalan hozir men ba'zi misollar bilan bu anaqalarni tushuntirib berishga harakat qilaman. Misol uchun mana misol sifatida ba'zi funksiyalarni olib ko'raylik. Endi eng oddiy funksiyalardan boshlaymiz. Albatta, chiziqli funksiyami, shunaqa funksiyalardan. Mana fx sifatida biz aytaylik 2x ni olaylik. Funksiyani aniqlanish sohasi qanaqa? Ya'ni x larning o'rniga qanaqa sonlar qo'ysa bo'ladi? Umuman olganda bu funksiya butun haqiqiy sonlar to'plamida aniqlangan. Ya'ni bu yerda x ni o'rniga ixtiyoriy sonlarni, ya'ni minus cheksizlikdan plus cheksizlikgacha bo'lgan ixtiyoriy sonlarni qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun bu funksiya uchun df deganimiz, aniqlanish sohasi deganimiz bu bizda butun haqiqiy sonlar to'plami bo'lar ekan. Ya'ni minus cheksizlikdan plus cheksizlikgacha, ba'zan r ko'rinishda yozib ketishi ham mumkin. Va xuddi shu singari ef, ya'ni qiymatlar sohasi ham xuddi shunaqa. Sababi, xo'p, x ni o'rniga manfiy sonlarni qo'ysak, manfiy sonlar hosil bo'lib qoladi. Bu yerda agar musbat sonlarni qo'yadigan bo'lsak, unda bu musbat sonlar hosil bo'ladi. Shuning uchun buni ham biz minus cheksizlikdan plus cheksizlikgacha ko'rinishda yozishimiz mumkin. Yoki ikkinchi misol, misol uchun fx degan funksiyamiz barobar bo'lsin. Xo'p, x ning kvadrati. Bu qanaqa bo'ladi? Bunda ham df sifatida ko'rishimiz mumkinki, x lar o'rniga qanaqa sonlar qo'ya olamiz? Ixtiyoriy haqiqiy sonlarni qo'yishimiz mumkin. Ya'ni plus cheksizdan minus cheksizlikgacha bu funksiya aniqlangan. Lekin bu funksiyani qiymatlar sohasi ozgina boshqacharoq. Qanaqa bo'ladi? Sababi x kvadrat degan ifodamiz har doim 0 dan katta yoki teng. Shuning uchun fx ni qiymati har doim 0 dan katta yoki teng chiqadi. Shuning uchun qiymatlar sohasi deganimizda 0 dan boshlab plus cheksizlikgacha yozamiz. 0 ni ola oladi. X ni o'rniga 0 qo'yganimizda 0 nuqtani olishimiz mumkin. Shuning uchun demak 0 nuqtani qo'yamiz. Va hokazo ba'zi yana misollarda, masalan yana bitta misol tushuntirib beraman. Xo'p, bu demak 3-misol bo'ladi. Misol uchun fx deganimizda biz fx deganda aytaylik 1 taqsim x ni olaylik. 1 taqsim x. Xo'p, bu yerda qiymatlar sohasi yoki aniqlanish sohasi qanaqa desa, xo'p, aniqlanish sohasi ko'rinib turibdiki, x ni o'rniga biz qo'ya olmaydigan qiymatlari bor.
qanaqa son qo'ya olmaymiz? Nolni qo'ya olmaymiz. Shuning uchun aniqlanish sohasi minus cheksizlikdan nolgacha keladi va nolda bitta uzilib oladida buyog'i yana noldan boshlab e, plyus cheksizlikkacha davom etadi. Faqatgina aniqlanish sohasidan nolni ololmaymiz. Qiymatlar sohasidachi desa, qiymatlari ham manfiy chiqishi mumkinmi desa, bo'ladi, manfiy chiqadi. Qachon? X ni o'rniga manfiy sonlar qo'ysak, funksiyani qiymati manfiy bo'lishi mumkin. Musbat bo'lishichi desa, musbat bo'lishi ham mumkin. Qachon? X ni o'rniga musbat sonlar qo'ysak, 1/x har doim musbat bo'ladi. Nol bo'lishichi desa, nol bo'la olmaydi. Nega? Chunki 1/x degan ifodamiz hech qachon nolga teng emas. Sababi kasr nolga teng bo'lishi uchun surat nol bo'lishi yetarli va zarur. Shuning uchun faqat surati nol bo'lmayapti. Hozir ko'rib turibmiz. Birni xullas hech qanaqa songa bo'lishdan nol hosil qila olmaymiz. Shuning uchun biz bu yerda EF deganda ham manfiy sonlarni ham musbat sonlarni ham ola olar ekanmiz. Faqat noldan boshqa nolni ola olmaymiz. Birlashma yana noldan plyus cheksizlikkacha va mana shu faqat bitta nolni ola olmaymiz deb gapirayotgan aniqlanish soha va qiymatlar sohani biz sal boshqacharoq ko'rinishda ham yozishimiz mumkin. Qanaqa ko'rinishda desa, biz buni x tegishli r dedik va r haqiqiy sonlar ayrilgan, to'plam sifatida ayirma belgisi shu 0. Mana shu ko'rinishda yozishimiz mumkin. Mana bu yozgan to'plamlarimiz ikkalasi ham mana shunga bir-biri bilan ekvivalent o'zaro. Demak, mana shu funksiyalarni aniqlanish sohalari mana shu holatda topilar ekan.